İnsofli bola bormisiz? Ya assalomu alaykum. So'ylak yetib oldingiz aka. Bugun bor ishaning like-ni bosib, pattishkani qilib turishadi aka. 500 ta like yig'amiz aka. Bitta chiroyli qo'zi mendan. Sizdan 500 ta like yig'ib qo'yishadi lekin. Qo'yib ko'pmas aka. 15 minut 16 minut video qilamiz aka. Videoni oxirigacha ko'rishsin aka. Videoni oxirigacha ko'rib bitta like shunday bosib qo'yishadi aka. 500-chi like-ni men bosdim deb shunday hali qilsin aka. 500 ta like bo'ladi aka. Bitta qo'zi sizdan chiqaramiz akalar. 500 ta like yig'ib qoldi, xudo xolasa obunachilar. Xudo xolasa pattishkani qilib tursin, tamom aka. Like bossin, like-dan boshqa hech bo'la kerak emas. Boshlardagimi bo'lmasam? Ekazak, lop bo'g'izlarim kelgan aka. Oxirigacha ko'rishsin aka, oxiri partida chiqarib beraman. Boshlardagimi bo'lmasam? Ular ko'rsatdim. Boshladik akalar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Kanalimizning ashaddiy obunachilari va bizni muntazam ravishda kuzatib boruvchi aka-ukalarimiz, qo'y ishqibozlari, qo'zi ishqibozlari va mana bunaqangi toza isori deysizmi, arashan deysizmi, hammasidan kelibdi bugun. Akalar, bugun hafta kuniga 13-yanvar seshanba kuni erta tongdan xudo xolasa akalar sizlar uchun insofli boladan chiqadi. Ya assalomu alaykum ashaddiy obunachilarim. So'yla aka, assalomu alaykum aka. Bormisiz aka? Yetib oldingizmi aka? Siz bilan ko'rishishdan vaqt o'tib ketyapti aka. Obunachilar so'rashyapti, insofli boladan chiqarasizmi yo'qmi deb. 2 marta video qildim aka, o'shandan beri siz bilan salkam bir haftadan ham ko'rishganimiz yo'qmiz aka. Kelimda qo'yim bo'lmasa ham deb. Nima bo'ldi? Qo'y olib kelmay qo'ydingizmi? Aka, xudo xolasa bari 400 bosh qo'y kelgan aka. 400 bosh. Qo'yni zo'ri kelgan obunachilarimiz bor. Like-ni bosib tursa, xudo xolasa bugun hammasini sho'y aka. Xudo xolasa ko'p qo'y video qilmaymiz aka. Tayyor. Tayyorlarini ozgina chiroyli qilib ma'lumotini beramiz akalar. Mana qo'ylar akalar, haqiqiy shu nima desa bo'ladi? Qo'ylari tozalari kelgan. Tozalari kelgan. Haqiqiy bu o'rtaroqqa juda yaxshi qo'yladi. Ko'rinsin bu qo'ylar, chiroyli narsalar ekan. Mana jonivor, haqiqiy tozalaridan mana shu. Yubedirlari kelgan aka, qo'ydi. Qo'yladi, qarang akalar. Papalaridan deydi aka, qo'ydi. Jonivor, haqiqiy ash qo'yingiz bor-ku, insofli bola, mana ash qo'y. Toza yuzlariga qarang akalar, hammasi toza narsalar ekan. Mo qarang, jonivorni qarang. Mana. Bo'yi ham aka 85 atrofida. Bo'yi ham 85. Bo'g'ozliklari aka, naq bo'g'oz mo. Nima deyapti bu? Ektish. Birinchi qoringa tug'adi varianti. Yosh, zo'rini birinchi partiga chiqaradi aka. O'sha zo'rini chiqardim aka. Dollar rangi ham, so'm rangi ham, hamma rangidan kelgan aka. Aka, hammasi bo'g'oza bu yerda. Hammasi bo'g'oz aka, xudo xolasa. Hammasi yetik bo'g'oz jonivorlar. Aka, lekin ash mana bitta qo'yib, haqiqatdan hammasidan katta mash ektish aka. Haqiqiy tishlari yosh. Nima desa bo'ladi? Haqiqiy tozalaridan kelibdi bugungi. Vobshe yugutirlari kelgan aka. Mana akalar. Jonivor, haqiqiy mana ichida bitta tozalaridan hammasi. Jonivor, haqiqiy. Obunachilarimiz bor-ku. Yuzlari ham. Vobshe zamon ketishadi mana qo'ydi, oldira kelib ko'rishsa aka. 10 dona ekana o'zi insofli bola. 10 dona aka. Ozgina aka. 20 ta chiqarib olib aka, mana 10 tani tanlama demayman aka. 10 ta zo'rini aka, o'zimga haqqani o'zim chiqarib qo'yganman aka. Haqiqatdan tozalaridan aka. Nima deyapti bu? Nima deyapti akalar? Akalar, jonivordan nima deyapti? Tozalardan. Xo'p, yoshlari birinchi, ikkinchi qorinmi? Birinchi, ikkinchi qoringa bo'g'oz. Birinchi, ikkinchi. Birinchi emas, ikkinchi, uchinchi qoringa. Ikkinchi, uchinchi asosan, a? Bitta ekitishimiz birinchi qoringa. Bitta ekitish birinchi qoringa tug'adigan variantidan akalar. Mana jonivorlar toza narsalar ekan lekiga. Buni o'zi qarang aka. Tonini qarang, jonivorda aka. Haqiqiy sifati ham, razrezlari ham qarang akalar. Nima deyapti? 4 tushimi bu? 4 tush aka. Jonivor, mana qo'ydi qarang akalar. O'sha lugitirlaridan boqaman degan hojakalarimiz aka. Insofli bola bo'ylarini nechiga beramiz? O'pshi. Xo'p, 85 ham chiqadi aka bo'yi. 85 chiqadi, ha. 80 ga beramiz aka. Buni o'zi ham ko'rsating, qarang, jonivor. Mana qarang. Tozasini olaman, zo'rini olaman deb yuradingizmi inshaalloh? Mana kelib qoldi shu bugunga. Bu ham aka. Aytdim-ku, qo'ydi zo'ri kelgan. Qo'ylar hali hammasi yosh variantidan ekan, lekin akalar. Bitta ko'k bo'ri ham bor mana. Qo'ylar juda ham chors variant ekan. Chors qo'y aka. Nima deyapti? 4 aka. 4 haqiqatda. Bugungi insofli bola siz qo'ylarni, yoshlarini, yaxshilarini terib kelib qo'yibsiz.
Bir yil 2 yil baqib aka yo'qotadigan qo'ylar emasda aka. 5 yil 6 yil bolasini xotirjam. qo'yadigan qo'ylar aka. Lekin mashq qo'ylar to'g'risi. Qarang aka, janovorda qarang. Dumba razrezlarini qarang akalar. Beldi qarang kattaligini. Mana nima deyapti jonivor? Haqiqiy shu maza qilib boqadiganda qo'ying bormi desa xotirjam ko'rsatib Shamol beradi. tishga chiqardi aka. 6 tishga, 3-qoringa bo'g'az. Hammasini tishi naq nima desa bo'ladi. Yemini yeb turgan, qarovsiz qolib ketmagan. Hammasi holati ideal. Holati o'ta zo'r. Bunaqa standart qilib to'plab olmaydi aka. To'plab olmaydi. Bitta obunachimizga berasiz, insobli bola chiqishadi, xudo xolasa. Mana. Insobli bola buni narxi nechik bo'ladigan qilib. Xalqqa tushadigan qilib insobli bola. Ko'rdingiz, naridan so'radi aka. Siz borib, anchadanmi chiqqaningiz yo bugun narx sindirib bermasangiz. Zo'rini olib kelaman deb aka o'zim ham o'ylaganim yo'q edi aka. Yo'l bekildi aka. Ha. Uni bitta Hojibonga beradim aka. Ha. 2 oy oldin aka. Ha. 2 oy oldin beradim aka. Mana jonivorlar. Endi qochqanda beradim aka. Ha. Qo'ylarim aka 2-3 kunda tug'maydi aka. Ha. Lekin ichida bor bo'g'az. 2.5 oy oldin beradim aka. Hop, hammani tagi naq bo'lyapti aka. Ko'chi yotibdi elim aka. Ha. Xudo xolasa aka bir 3 oy, 3,5 oyda tug'ib beradi hammasi aka. Hammasi. Buni aka aldash kerak yo'qda aka. Ha. Bu ertaga tug'adi desangiz ham aka ertaga tug'ib qo'ymaydi bu. To'ppa to'g'ri gap. Hop, 3 oy ag'bag'da tug'ib beradi aka. Hop, bugun siz YouTube'ga chiqqaningizni o'sha his qilish kerak. Anchadanmi chiqmayapsiz, aybingizni yuvishingiz kerak. Nech puldan? Narxni sindiring. 6,5 milliondan beraman aka bir joyga. Bo'ladigan qilib insobli bola kelishtiring, sizga yarashmaydi bu narx. Anchadan beri chiqqaningiz yo'q. 6,5 milliondan aka. Odamlar 7,5 milliondan qo'yapti aka bu qo'ylarni. Insobli bola endi bu narx sizga to'g'ri kelmayapti-da. Kelishtirib bering endi sen. Optimal uchadi bitta obunachimiz. 6,5 milliondan o'zingiz xolis gapiring aka. Arzonmi qimmatmi? 6,5 dan endi biz 7 milliondan ham chiqaryapmiz mashinaga qo'yiladi. Aka mana o'zingiz aka. Endi ulardan sizni ancha farqingiz bor. Siz anchadanmi chiqib yurgan odamsiz. Restoranda siz odamlar kichkina qo'zini qo'yapti 5 milliondan aka. Qo'yyapti. Bu aka katta bo'g'oz, naq bo'g'oz qo'ylar aka men 6,5 milliondan qo'ysam aka yomon emas-da aka. Dangal o'tib bering bo'pti. 200 ming so'mdan o'tib beraman aka 2 million. 6 milliondan optimiga ketdi. Insobli bola, gapimni eshitib turing. Plyus minusini donaga o'zingiz kelishib ol. Hop, Bor aka, akalar mana. Nima deyapti? 6 million so'mdan lekin haqiqatda siz bor arzon bo'lgan bo'lsa, kelmaganingizga ham jahlim chiqib ketdi aka. Bugun desangiz aka obunachilar telefon qilyapti YouTube'ga. Insobli bola sen nima Husayn kanaliga chiqmayapsan. Aka bugun chiqaman, YouTube bor, men chiqqanimda his qiladi. His qilish kerak o'sha insobli bola. Instagram, WhatsApp bor, Telegram portlaydi aka bugun. Portlaydi. Haqiqatda mana akalar. Portlataman dedi-yu aka. Mana haqiqatda insobli bola narxlar ma'qul kelgan bo'lsa, kommentariyaga insobli bola otangga rahmat deb kelchi esdan chiqmasin. Like-ni bosib turing inshaalloh. Xudo xolasa bundan-da arzonlari hali oldinda. Insobli bola bundan keyingi partiyalarimizga ham bormi? Keyingi partiyalarimizga bor, ekazaqchilari kelgan aka. Ekazaqchi variantlari kelgan. Mana akalar. Videoni o'tkazib yubormasdan, erinmasdan orqada ko'rib turing. Xudo xolasa narxi qulay bo'ladi akalar. Shunchalik qilib qo'yib beryapman Husayn aka. Bunga bitta like bosib qo'yishmayapti aka. Like-ni bosishadi, hoji akam. Qarab o'tiribdilar, like-ni bosib qo'ydilar. Aka, bitta like-ni bosib qo'yaveram aka, sizdan hech bola ketmaydi aka. Insobli bola gaziga bos degan gap bo'ladi o'sha bitta like-ingiz aka. Joningiz sog' bo'lsin. Akalar, fikrlar yozib qo'yishadi. bo'lmasam ikkinchi partiyalarimizga o'tamiz aka. Buni lekin tanlab olaman deysiz aka, 6 million 300 ming so'mdan beraman aka. 300 ming plyusi bor ekan akalar, lekin haqiqatan mana qo'ylarda 6 million olaman desangiz bermaydi-da. Aka bozorda ash qo'ydi aka. Xolis gapiring 6,5 millionga beradimi aka? Bermaydi akalar. 63 ga beraman aka. Bo'ldi, 300 ming plyusini berasiz, xohlaganingizni tanlab oling akalar. Lekin bitta olaman desam emas aka. 5 ta olaman. 5 ta olaman desa. Hop, 6 ta sariq ko'klari bor-da aka. Ha. 6 ta olaman desa 63 dan beraman. Ketdi jonivorlar, mana. Shoshilib telefon qilib aloqaga chiqinglar, ishlaring bitadi. Xudo xolasa akalar, biz bu odamni ishini bitiraman. Ikkinchi partiyalarimizga o'tamiz. Insobli bola bugungi qo'ylarni haqiqiy tozalardan yig'ishtirib kelibsiz-a? Aka qo'ydi bor, hamma yo'q, orqasi ham, oldi ham, hamma yo'q kelishganlari kelgan aka. Hamma yo'g'i udor-udorlardan kelgan. Suyak katta qo'ylar aka. Haqiqatda mana bu tonini qarang akalar. Egizakchi dedingizmi mashina? Xo'p aka. Nechta egizakchisi bor? 4 egizakchisi bor aka. Mana bash bel yashillar bor aka. Ha, 1 2 3 to'rttasi, ha. To'rttasi aka. Egizakchi qo'ylar aka. Mana akalar, haqiqatda. Egizak tug'ib yurgan aka, uni sariq ham egizakchi aka. Mana sariqami? Ha,
Sariq ham egizakchi ekan akalar. Mana nima deyapti? Suyagi vosh silishkim katta narsalar aka. Suyagi haqiqiy bor narsalar ekan. Ikkinchi partiyamizga Ikkinchi Xonlich bosh. Xo'p, soni 9 dona aka bo'ladi. 9 dona. Ha. Haqiqatda yaxshilarda. Soni ko'p qo'ydi aka. Telefon qilish olsan aka, nechta kerak bo'lsa ishlarni bitiraman aka. Narx arzonmi? Narxi o'ta arzon bo'ladi. Xo'p, yoshlari qanaqa endi buni insofli bola? Yoshlari aka, xo'p. 4-6 qo'ylar aka. 4-6. Birinchi, ikkinchi qoringa tug'adigan variantidan. Shunaqa. Jonivorlar, Haqiqiy. Ikkinchi, uchinchi qoringa aka, birinchi. Jonivorlar tozasi. Ikkinchi, uchinchi qoringa. Ikkinchi, uchinchi qoringa ekan. Jonivorlar suyagini katta. Suyagi yirik, hammasi Kadumba aka. sifati bor, joyida narsalar. Endi bo'ylarini nechiga beramiz? 80 plyusga olsin aka. 80 plyusga olsin. Xohlasa aka 80 plyus minusga olsin aka. Men shunaqa bo'laman aka. Plyus minusga olsin, insofli bola. Buni narxi qanaqa endi? Narxim aka o'ta arzon. O'ta yengil qo'yib bering, qo'ylaringiz tugab ketsin. Insofli bola, men oldim deysin telefon qilib, tortishmasdan. Aynan deyshar aka, o'zim men narx qo'ysam aka, qo'ydan o'tib ber deyshmay telefon qilib aka. Senda arzonchisi yo'q ekan deb berishadi-da. Gaziga bos, ota-onaga ming rahmat deyshar. Ushlaqa narxi bo'lsin, bitta ayting, sindirib ayting. Ha. Uyimizga qo'yadi aka. Qo'yardi. Qo'yadi aka. Hozir. Haqiqiy. Hop, tekis sag'bag'ida qo'ramda qo'yib turibdi aka. Yana kelyapti aka. Xudo xolasa aka, qo'ydi soni o'ta serob aka. Hammasini chiqarib bera olmaymiz. Qo'ldan kelgancha endi bunday qilib aka, beliga rangpang serob aka. Hop, aynan qilib chiqarib beramiz aka. Chiroyli chiqarib beramiz, xudo xolasa. Qo'ramda qo'yib ko'p aka. Haligi uni mehnatini qilib qarab, Ha. o'zimiz ish ko'p aka buni ham. Nech pul narxini kelishib qo'ya qolaylik. Arzon qilib chiqarib beraymi aka? Hop, bo'ladi aka. 9 dona soni aka. Soni 9 dona. 9 donani aka bir joyga olaman. Bo'ladiganday desa aka, 5,5 milliondan beraman aka. Ya, dangal o'ting bo'l. So'rayim kelmay qoldi. Dangal bitta o'ting bo'l. 5,5 milliondan aka arzonim aka. 5,5 milliondan arzon, insofli bola. Siz bugun kanalda endi chiqishni boshladingiz. Ko'rinmay ketdingiz anchadan beri. Yo'lda aka aybimiz yuvamiz. 100 million bersam bo'ladimi aka? 200 o'taylik 5 million. 300 mi? 5 million 200 mi? 5 million aka. 5 million 400 mingdan qilib beraman aka. Bo'pti 5 million 300 dan yengil barakasini uzun. 5 million 300 mingdan bir joyga jo'natib ver desang, sotdim aka qo'ydi aka. Gap bo'lishi mumkin. Like bosib turing inshaalloh, xudo xolasa. 5 million 400 mingdan olsin aka, 100 ming plyus aka. 3dan 4 egizakchisi bor ekan. 4 dona aka. 5 million 400 ming so'mdan egizakchilari ketdi. Qo'l tashamda aka, hammani bir joyga tortaman desa aka 52 dan beraman. 5 million 200 dan. Martulponsin dilim ketdi desa aka 5 million 100 mingdan. Jonim sog' bo'lsin akalar. Nima deyapti? Haqiqatda bugun insofli bola narxlarni arzon qo'ygan bo'lsa bitta kommentariy yozib ketishdan chiqmasin. Arzon bo'lsa arzon desin, qimmat bo'lsa qimmat desa aka, lekin yurakda yozsin. Bu yurakdan emas. Komment yozib ketishadi, insofli bola, xudo xolasa narxlar bugunga yaxshi bo'ldi deb o'ylayman. Mana akalar. Aka mana 2 qo'yda aka 6 milliondan topa olishmaydi bozorda. Haqiqatda 5 million akalar, jonivorlar. O'zimga o'xshagan Mart dagari telefon aka sotildi qo'y. Sotildi qo'y, jonivor. Uyiga jo'natib beraman. Endi insofli bola bugunga shular-a. Bugunga mana shular aka. Ertaga ham kelasiz aka, ertaga ham aka. Ertaga ham. Bundan bu yog'iga har ikki kunda chiqib turasiz. Har ikki kunda emas aka, har kuni chiqamiz. Har kuni chiqasizmi? Har kuni chiqamiz aka. Xudo xolasa aka, qo'yim tugab qolmasa aka, har kuni chiqaman xudo xolasa. Joningiz sog' bo'lsin. Akalar, shunchalik qilib chiqib beraman deyapman aka, lekin like-ni bosib, padishkani qilib qo'yishdan aka. Xo'p, nechta like yig'sa, nechta qanaqa badargalaringiz bor? Aka, mana shu videoyim emas aka. Tilimga javob aka, otam dilima aka. Og'zimdan chiqqan gapga javob beraman aka. 500 ta like yig'sa aka, bitta chiroyli qo'zi beraman aka. Joningiz sog' bo'lsin. Akalar, 500 ta like yig'ib qo'yinglar, xudo xolasa. Chiqaramiz, hurmatli obunachilar, mana. 500 ta like bitta qo'zi akalar. Mana. Tamom. Jonivorlar. Endi bo'lmasam akalar, bugunga shular. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar akalar.